6 qism. Men qalbimning chaqiriqi bilan o'rnimdan turdim. Oldiga berib, ular o'ltirgan o'ringa qarab yuzlandim. Men ota-onamning tarbiyasini to'liq olgan bo'g'achqa beribla Ra'noni urg'um kelmadi. Ra'namu mendan 10 yoshda cho'msida cho'ng bo'lg'achqa, "Hada, orqaga berib o'tiramsiz. Erimning yinida o'ltirg'im kelyotdi" dedim bo'sh ovozda. Ammo Ra'na gapimga pisand qilmay o'ltiraverdi. Ali bo'lsa o'rnidan turdi va menga qopqini turib, "Hey, seni kimginimda o'ltirsin dedi, ha? Orqa tarafda o'ltirsangmi-cho, mush mashinada o'ltiradigan o'rin chiqadi xo'sh bila. Menga berib orqa tarafda o'tir." Deginicha o'llik vaqirdi. Men uningki buncha tez o'zgarganiga ishongim kelmay, uningga hanviqib turib qoldim. Bir kunlik xotinning 100 kunlik mehri bo'ladi deydikan-ku ajaba. Ishga oqshom men bilan birga yotgan erimningki menga ozroqmi mehri yo'qmidi? Men uning buncha zolimligiga ishonmay, uningga qarab turdim. Sezmayli qoldim. Chang'id qilgan bir ovoz bilan tang yuzimga bir tastak solgan edi. Aytavur, yuzimga solgan shapaloqmidi, nemidi degandek orqamga nihoyat tez burilib uningga qaradim. Mushi yishimgacha otamdan yoki opamdan biror tastak yop boqmagan bo'g'achqa aliga yondirib qaragan vaqtimda ko'zlarimdagi g'azab uchqini uningga tikilgan edi. Ra'na o'rningdan turib, "Hey Xoqipi, ering urschi, yerga qarab turadigan, xafa bo'lmang erim, kechiring erim" demamdi mundaq. Ali, qara ko'zlarimga, yondirib seni urdiganda qilamdi nima bu nima? Deb Alini texmo kushkirtmakdi edi. Uning udul qarab turgan bo'lsam-mu, yanala tuyalmayli qoldim. Yana bir shapaloq qas qilgan ovoz bilan tang yuzimga tegdi. Ko'zlarimdan o't chaqnab ketdi. Yana yondirib, uning g'azab bilan tikildim. Men garchi ishki shapaloq yegan bo'lsam-mu, qalbimdan Aliga qoyil emas edim. Ra'naning jim turmay kushkirtishi bilan 3-shapaloq nihoyat qattiq tegdi. Yanchi yiqildim. Buningdan burun shapaloq yeb boqmag'ash kimikin yuzlarimga lozi suvab qo'ygandek ichishib og'rib ketyotdi. Orqadan bir akash bilan bir ochash kelib, "Bo'ldi singlim, orqaga berib o'ltirayli, ha?" deginicha meni yulab orqaga opirib o'ltirg'izib qo'ydi. Shu tarqida mashina minib, biz yana bir manzilga yetib keldik. Mehmon saroyga tushdik. Yani yotoq olganda Ali bilan ikkimizga bir yotoq echilgan edi. Men uning orqasidan xo'ylanganimcha agishib ketib baratdim. Biz yotoqqa kirib joylashib bo'lg'ichilik Ra'na kirib keldi. Ra'na eshikdan kiribla lippida menga bir qarab etgandan keyin Aliga qarab, "Ali jinim, mavu namingda bor amalda yo'q xotining pastki yotoq tushib yotsin. Bu yotoqda ikkimiz yotaylik-chi?" dedi Aliga naynaqlab erkilab turib. Qiyriqalga pichoq xo'shaqqandek bu gap uningga nihoyat xo'shaqqan edi. "Ha, kira jinim, kira. Namida ba amalda yo'q bu xotini chiqarib etib nima qilamiz? Biz karvat yataylik, o past yotsin." "Ocha, bu yet nemish bo'layotganligini o'z ko'zi bilan ko'rsin" dedi va Ra'noni oldiga tortib olgandan keyin karvatdan bir tal yostiqni ilib mening beshimga qartib otdi. "Nima? Men mushiyada yotamdiman?" deganimcha Aliga qaradim. "Seni mushiyada yot deganimga xo'sh bila. Heli beka achchig'im kelib qolsa, seni tozliq uyga solib o'taman. Cho'nglarning yaxshi ko'radigan amroq kelini demasam, sana buncha boy demakdan, bilib qol. Bu Ra'na mening kelgusimdagi ayolim. Sen bo'lsang, bizning uyda ishlaydigan qizlarchilikmi emas, uqdingmi? Shuning uchun
Atam apamning oldida erkalab, to'la naynaqlamay, vaqtida kashingni to'g'rilab yo'qolsang bo'lamdi ekan. Bu safargimi seni biz ikkimizni ko'rsin deb bel elib chiqdim. Oldinga minishqa bo'ladi, ammo keyniga yonolmaysan. Taki bizning ishimiz tuganga qadar biz bilan bilimangsan. Hammani ko'rib mangsan. Yo'q, men yerda yotmayman. Menga nimani ko'rsatmoqchisizlar? Bo'ldi. Endi bo'ldi. Meni kichikdab bundoq qilsanglar, o'zinglarga yenib qoladi. Men sizlarga nima qildim? deb o'lik ovozda vaqirdim. Ammo erim oldimga kelib, "Hey, seni yat degandikin yoshlik bilan jamiyat. Heli bekor tayqongni yeysan. Uqtongma? Yata." deb mendimi bekrak vaqirdi. Men ozroq qo'rqib qoldim. Bo'pti. Mush yerda yotsammi yotay. Meni bundoq qiynig'icha uydagilarni qoyil qilib, ashu Ra'noni osib bo'lmasmidi? Men yana nima kunlarni ko'raman. Qandoq tatqiligim bordi. Yostiqni karvatdan yanada pastga qo'yib yotmoqchi bo'ldim-yu, ammo yuragim birga pichoq sanjigandek og'rib, ko'nglim o'nimidi. Nima deb yerda yotqidekman. Ra'noni olg'usi bo'lsa-mu, ammo olmagan tursa, men uning haqli ayoli bo'lgandan keyin chuqum karvatda men yetishim kerak deb o'ylab Aliga qarab, "Men yerda yotmayman. Bu karvatda men yotaman. Ra'no yotqiga chiqib yotsin" debla yerdagi yostiqni karvat ustiga oldim. Ra'no yana o'ttirdi, qistirildi. "Bu nimangning-chi tayiq ekan, sening oldingda. Er deganni-chi ayoliga nima desa, shuni qilg'uluq. Bundoq johillik qilsang, qandoqmi kelishaysizlar? Uzoqqa bormayli ajrashib ketgudeksizlar sizlar." deginicha chalvaqab so'zlayotdi. Ali bo'lsa, ishtinning bel tasmasini oldirmay sug'urib ilib, meni sababsizla urishga boshladi. "Voyjon, meni urmang bo'ldi. Meni nimishqa urasiz, nimishqa?" Meni urmang deb uningga yolvorishga boshladim. Har qitim bel tasmasi badallarimga yog'ishib tekkanda pirqirab yiqilib tushatdim. Yiqilgan yerimdan turib, erimning oldiga o'malab berib, tizlarini quchoqlab turib, "Meni urmang. Hech bo'lmaganda biz to'y kechasini birga o'tkazgan-ku. Endi urmang" deb yilindim. Ra'no bo'lsa chet turib, "Oy qanjoq, nim davatsa? Sen Ali bilan to'y kechasi o'tkazdingmi? Bu rasma Ali? Gap qila." "Ha, to'y bo'lgan kuni men ko'p ichib qo'yib mas'ub qopdim. Shunga uni sammikin deb kechirgan" dedi. "Ha, mundaqmidi? Undaq bo'lsa, ura bu paskinni, rosa ura. Sen gap qilsang, yerga qarab turadigan bo'lsin. Teqi to'y kechasi deydi-ya, bu nima? To'y kechasini og'zingga ilishing ruxsat yo'q" dedi. Mening shuncha yig'lab yolvorishlarim uning quloqiga kirmay, Ra'noning bo'lsa, rosa ura degan gaplari uning quloqiga kirayotgan bo'lsa kerak. Ali meni teg'imi kuchab urishga boshladi. Badallarim pichoq tutilgandek qonab ichishga boshlagan edi. Men faqat chidamay, "Odam bormi? Meni qutqizinglar. Odam bormi?" deb to'lab yig'lashga boshladim. Hech qanday tevish yo'q. Hamma yani jimjitlik qoplab, qorong'ulik hukm surmoqda edi. Meni qutqizishga hech kim chiqmadi. Oxir badan yumshoq tegayotgan tasma ham qattiq, ham ochiq bo'lg'ach, o'malab yurib, eshik taraf qarab qochdim. Eshikni ochdimda, necha yerda yiqilib qopib, sirtqa qarab yugurdim. To'xta! Sen nima bo'lmoqchi, ha? Sana deb qo'yay Aynor. Agar to'xtamasang, mushbetim yo'qol. Endi seni ikkinchi kira ko'zim yo'q. dedi. Men orqamga qaramay, yugurgan peti
mehmonxona oldiga chiqdim. Chiqdim-yu, nega berishimni bilmay, gangirab turib qoldim. Atrofga sapsilib qarashga boshladim. Bu joy nemancha go'zal. Gerçi kecha bo'lsa-mu, hamma yerlarni ko'cha chiroqlari oppoq oydin qilib yo'ritayotgan edi. Osmonga qaradim. Osmondagi yulduzlar nihoyat yiroqda so'z ko'ringan bo'lsa-mu, bekla chiroyli edi. Yulduzlar xuddi menga ko'z qisayotgandek ko'rinyotdi. Atrofdagi chiroqlarning go'zalligi-chi. Bu shahar mening yurtimga silishtirganda olamshumul o'zgarish cho'ng bo'lib, men xuddi boshqa davlatga chiqib qolgandek his qilgan edim. Bu joyning kechilik go'zal manzaralari mening badanimdagi og'riqni unutildirib qo'ygan edi. Mehmonxona oldidagi chimliqlar rangarang chiroqning almishib yurayotgan holati. Fontandan chiqayotgan suvmu shakil chiqarib chachirayotgan bo'lib, meni bir xil mehr bilan o'ziga jalb qilmoqda edi. Men ixtiyorsiz oldiga qarab mangdim. Nihoyat chiroyli yo'rg'an bir chiroqning tubiga kelib o'ltirdim. Men o'ltirib, hayal o'tmayla Ali bilan Rana orqamdan qo'g'lab chiqqan edi. Ular bino oldiga chiqibla meni ko'rdi. Rana yenimga kelgandan keyin, "Voy bayqush, shuncha yugurib kelgan yering aram mushi yema? Nega ketgando, nadin toparmiz bu kechida deb g'am yeb ketibdiman texi." deb gapini davomlashtirdi. "Ali jinim, mana sening sahrolik xudining. Qani, telefonni uningga bergin." Hech narsani tushunmay ularga qarab turdim. Ali yenimga kelgandan keyin, "Biz uyda ayrilg'ili 16-17 kun bo'lib qoldi. Opam har kun telefon urgan bo'lsa-mu, ammo sen bilan ko'rishaolmagan edi. Opam bugun sen bilan qat'iy ko'rishimsan bo'lmaydi deb turib oldi. Telefonni ulab beray. Qalaymiqan so'zlamay, opam bilan biroz paranglashqin. Uqdingmi?" dedi va telefonni ulab menga berdi. Agar telefon kelmagan bo'lsa, bular meni izlab chiqmas bo'lg'imdi. İçimda shularni o'ylab telefonni oldim. "Vay qizim, yaxshi turdingizmi? Tez gap qilsingizchi. Sizning ovozingizni bekla anglag'im keldi." Qiyin opamning bu ovozini anglab meni yig'i bosdi. "Oppa! Oppa!" Men yig'lashga boshladim. Yig'lab turib, "Men yaxshi turibman, oppa. Sizlar xotirjam bo'lsizlar. Bu shahar bek go'zalkan. Men o'ynab qonmayapman, oppa." degach, o'zimni bosolmay, esadab yig'lashga boshladim. Qalbimdagi azoblarim ko'z yoshlarim bilan teshimga chiqishga boshladi. "Menga mushundaq yaxshi fursatlarni yaratib, meni o'ynab kelsin deb avatganliklariga ko'pdan ko'p rahmat, oppa." Yig'am bilan opamga aralab gap qilg'ash turdim. "Nim bo'ldi qizim? Dana, nim bo'ldi?" Opam qayt so'rgan bo'lsa-mu, Rana bilan Ali ikki tarafimda turib, azroqli chandirsam, menga hujum qildigandek devinib turadi. "Hech ish yo'q, oppa. Hech ish yo'q. Otam yaxshimi? Otam qandaroq turibdi? Shu sizlarni bek sevgindim, oppa. Mening hozir qaytgim kelyapti." Deganimcha, men yana yig'lashga boshladim. Ali yenimda turib, opsini anglasin dedi-mu. "Bo'ldi qil. Bo'ldi yig'lama. Bo'ldi yig'lamag'ina. Bo'ldi qil." deb meni bazlamoqda edi. Men yangi o'sgan notalardek bekli nozik, bekli yumran bo'lg'ach, shunchalik mehribonliklarni ko'rsam, tizla erib ketadigan,
mehr muhabbatga tashna bo'lib qolgan edim. Qiyin opam telefonda, "Bo'ldi qiling qizim, hargiz yig'lamang. Eringiz bo'zaq qildimi? Sizga yaxshi qarayotamdi. Agar sizni bo'zaq qilsa, men uni hargizmi bo'sh qo'yotmayman, bildingizmi? Dana qizim," deb so'radi. Men biror narsa deb bo'lg'ichilik erim yenimda turib, "Voy voy apa, sizning keliningizni bo'zaq qilg'il bo'lamdi. Xotirjam bo'ling, a? Biz yaxshi o'tyapmiz. Xotirjam bo'ling," deb opasiga yolg'on aytib telefonni elib olib, o'tib ketgan kunlarning hammasida meni davomli bo'zaq qilayotganligini aytqim keldi. Yana mashinada Ra'naning borligini, bu ikkisining birlashib meni harmay bo'zaq etayotganligini shunchalik degim keldi. Hissiyotimdan aqlim ustun kelib, "Bo'ldi qil Aynur. Yana kunlar uzoq. Aytadigan fursatlar keladi. Hozir eringning ko'z oldida uni opsiga chaqsang, ta'siri yaxshi bo'lmaydi Aynur," degan sada qalb tarimni chekmoqda edi. Jig'amni nihoyat tasdi to'xtatib, "Opa, biz nihoyat yaxshi o'tyapmiz. Yaxshi o'ynayapmiz. Menga shunchalik ko'ngil bo'lganliklariga ko'pdan ko'p rahmat opa," dedim. Qiyin opammi, "Ha qizim, undaq bo'lsa, texmi yaxshi o'ynab, chiroyli, go'zal manzillarni ko'proq ko'rib keling. Qaytadan kelgan vaqtingizda ko'rgan manzillaringizdan birlikda huzurlanamiz qizim," dedi. Ali telefonga yaqin kelib, "Apa, xotirjam bo'ling, a? Men-cho keliningizga shunday yaxshi qarayapman. Uni eng go'zal joylarga olib o'ynatib kelaman. Bag'andan keyin sizga eng yaxshi manzaralarni, eng go'zal tuyg'ularini so'zlab berdi. Xotirjam bo'ling," dedi. Qiyin opammi o'g'lining so'zlaridan rozi bo'lib, "Bo'ladi. Undaq bo'lsa, yaxshi o'ynab kelinglar. Kech bo'lganda sizlarni avara qilmay, yaxshi aram ilinglar bolalarim," dedi. Telefon uzildi. Erim opasining ovozini anglab, ozroq hayajonlangan bo'lsa kerak. Menga siliq sipoylik bilan, "Yura. Bu yerda o'tirsang yaxshi bo'lmaydi. Yotoqqa qaytib kirib ketaylik," dedi. "Mening mushu yerda biroz o'ltirg'imba. Men sal turib kirib ketay. Sizlar kirib turinglar," dedim. Chetda turgan Ra'na yana kelib o'tirga bo'lgunchilik soldi. "Ho'y xonim, mushinchilik yolvursak bo'lar sizga. Izzitingizni qilganni bilib, asta biz bilan mangsingiz bo'larmikin? Bo'lmasa yana." Gepi oyoqlashib bo'lg'ichilik Ali o'tirga kirdi. "Bo'ldi qil Ra'na," degunicha Ra'naning oldiga o'tdi. "Qanday gap bo'lsa, yotoqqa kirib ondan deyshaydi. Yura," degunicha bilikimdan tortib ko'tirgandekli ilib mangdi. Mening "Yo'q, mangmayman" degidek kuch madarimmi qolmagan edi. Yana Alining kelib bilikimdan tutishi bilan badallarim yanala ochiq etishib, og'rishga boshladi. Biz yotoqqa nihoyat tez suratda kirib bo'ldik. "Hozircha sana ortiq gap qilmayman. Yetib aramal. Qolgan gaplarni erta deyishib olamiz. Men Ra'nani yotoqqa ilib tushib qo'yay," degunicha ikkisi billa bir-birini qo'ltiqlig'inicha yotoqdan chiqib ketdi. Boran Chapqulluq hayot nomli ko'p qismliq ovozliq asarning 6 qismini anglatdik. 7 qism. Bilan erim chiqib ketgandan keyin kiyimlarimni almashtirmoqchi bo'ldim. Ammo badallarim qanab ketgan o'rinlar kiyim bilan choplashib ketgan bo'lib, jinim toza qiynalgan edi. Har qancha qilibmi choplashib qolgan o'rinlarni ajirtay desam, yuragim og'rib, faqatla ajirtolmadim.
Qo'llarim titrab, kiyimlarimni salolmagandan keyin munchiga kirib, kiyim bilanla sovuq suda badanlarimni yuvishga boshladim. Badanlarimdagi jarohatlarga suv tekkandan keyin qip-qizil qonlar yuyilib tushib, og'riq azobini ozroq bosdi. Suv tekkandan keyin yumshagan jarohatlar asta-asta qo'yib bergandan keyin kiyimlarni silib etib aynakka qaradim. Ko'zimga ishonmay qoldim. Chunki badanlarimning toza yeri yo'q. Pichoq bilan tilgandek xarita shakllangan edi. Ko'z yoshlarim to'xtamay to'kildi. Kiyimlarimni almashtirib chiqib, karvatga tashlandim. Qayoqqa o'rilib yotsam, shu yon taraflarim og'rib, yetishmu nihoyat tez kelgan edi. Ali shu chiqib ketgancha yotoqqa qaytib kirmadi. Badanlarimdagi og'riq azobidan ko'zlarda uyqu yo'q. Bir kecha tong etib ketdi. Atdiganda yana kiyimlarimni almashtirib pastga tushdim. Ular hammasi mang'ili tayyorlik qilib bo'pti. Ha, endi chiqdingizmi? Ali boshliq qani, nimishga tushmadi? Dedi aradan biri. Bilmayman, oqshom Alijon bilan Ra'no chiqib ketgan. Ularni ko'rmadim, dedim past ovozda. Yesh cho'ngroq ochashdim birsi. Nima? Boshliq kechidan siz bilan billa emasmi? U nega chiqib ketdi? Bunda qiz qandoq bo'ladi? Ayolni tashlab qo'yib, boshqa ayollar bilan yursa, adab qoidagimi munosib emas-ku. Yo'lda kelguncha har ishlar yuz bersimu, undamasdan keldim. Bek eshib ketdi-jumi? Dedi. Aradan yesh cho'ngroq kelgan yana bir akashmi? Ras, boshliq bo'lsa o'ziga boshliq. Ammo bunda haddidan oshgan qiliqlarni qilib yursa bo'lmas. Hilmi biz chidab kelayotqili bir oy bo'lib qolaydi-ku. Endi o'yinlarni ozroq yig'ishtirmasa, bu bizningmi fikrimiz bor. Deyishdi va mashinaga chiqishdi. Menmi ularga ergishib, mashinaga chiqib, asldagi o'rnimda mix ustida o'ltirgandek, nihoyat tezda to'lg'inib o'ltirdim. Hayal o'tmay, Ra'no bilan Alimo mashinaga chiqib keldi. Mashinadagi menga qo'shilib, hammalarning kayfiyati bekla tuvan edi. Ali gap boshlashga boshladi. Voy, nima bo'ldi? Gap qilmaysizlar-ku. Atdigandalar hammalarning kayfiyati bek tuvan-ku, ha? Hech kim javob bermadi. Yo'l azobi tortib, herib charchab ketgan bo'lsanglar, vaqt ozlik qoldi. Biz borgandan keyin imzolchidigan to'xtamlarni imzolashib bo'lsa, qaytib ketamiz. Xotirjam bo'linglar. Sizlarni hargiz ziyon tortqizmayman, dedi. Mashina ichida bir xil sukut hukm surmoqda edi. Bu sukutni Ra'no buzdi. Ha, atdiganda hammalarning kayfiyati bek nachar. Sizlarga bir ish bo'ldimi? Cho'qim, mushu bir nimaning qilgan ishi. Sen chiqib ularga mening yomon gapimni qilsanda, deginicha menga o'dil qarab turadi. Ra'noning gapini anglab, Alining qo'shmisi turildi. Shundoq ish bo'ldimi? Aynor, ayta! Deginicha menga qarab vaqirdi. Mashinadagilardan biri, "Ha, Aynur atdiganda chiqib, ikkinglarni oqshom bili chiqib ketgan ko'rmadim" deydi-ku, dedi. Bu gapni anglagan Alining qo'shmisi turildi. Oldimga kelib, meni yoqqamdan siqqan peti o'ri turg'izdi. Sendan so'rayapman. Shundoqmi emasmi? Sen shundoq dedingmi? deb so'radi. Ha, oqshom ikkinglar birga chiqib ketdinglar-ku. Gapimni oyoqlashtirib bo'g'icha yo'g'on shapliqi bilan keltirib, quloq tuvimga birini soldi. Ali mendan egiz bastik bo'lg'achqa, urilgan shapiloqmi nihoyat qattiq tegdi. O'rnimda birini cho'rgilgandan keyin avtobusning oldi tarafiga berib, yerga nihoyat qattiq yiqildim. Keyin nima ish bo'lganini bilmadim. Men ko'zimni ochgan vaqtda o'pchirimga nihoyat ko'p odamlar ulashgan bo'lib,
Aynur, ko'zingizni oching. Sizga nima bo'ldi? Aynur, ko'zingizni oching. Deginicha taraf-tarafdan ismimni chaqirib Men ko'zimni ochib, o'pcho'ramdagi odamlarni ko'rdim. Ra'no bilan Alimu bir chetda qarab turgan ekan. Beshim nihoyat chinqilib qattiq og'ridi va quloqlarim g'o'ng'ildab, bara-bara hech nimani anglamadim. Hammaylanga qaradim. Hammasining og'zi midirlab gap qilyotdi. Ammo men birasining gapini anglamagan edim. Beshimning qattiq og'riqida ko'zlarim asta-asta yumilmoqda edi. Men qayta uyg'onib, ko'zimni ochgan vaqtimda men bir doktorxonaning jiddiy qutqizish bo'limida doktorlarning meni qutqizayotgan harakatini ko'rib turdim. Doktorlar meni yanchi yotqizib qo'yib, qo'liqimni ko'chlab, qo'liqimdan bir narsalarni ilayotdi. Quloq ichini tozalab bo'lgandan keyin quloqqa dori milangan paxtani chingdab tiqib qo'ydi va badanimdagi jarohatlarni tozalab dori surmoqda edi. Beshimning og'riqi, badanlarimning og'riqi doktorlarning yaxshi davolashi bilan ozroq qo'yib berib uyquga ketdim. Atdiganda uyg'onsam, yanala birinchi bo'lib ko'rganim Ra'no bilan Ali bo'ldi. Bularni ko'rib, nervlarim qattiq chinqilib og'rishga boshladi. Men og'riqqa paylamay to'lab, yotoq ichini bir olgan edim. Hammalarning og'zi midirlayotdi. Ammo men hech narsani anglayolmayotdim. Menga nima bo'ldi? Menga zoda nima bo'ldi? Men hech narsani anglayolmadim. deb o'llik to'laydim. Ali asta karvalga yaqinlashib kelib, qo'llarimni ching tutib, og'zini midirlatib gap qilyotdi. Ammo men yanala hech narsani anglamagan edim. Qattiq azoblanib, vaqirab-jaqirab, oldimga kelgan hamma odamni urib, qattiq azoblanib yig'lamoqda edim. Shunday qilib, men sababli hammaylar doktorxonada 10 necha kunda turib qoldi. Badanlarimdagi jarohatlar asta-asta saqayishga boshladi. Sestralar meni yetliginicha ayrim bir davolash uyiga akirib o'ltirg'izib qo'ygandan keyin doktorlar kelib, qo'liqimning ichidagi dorilik paxtalarni sug'urib ilishga boshladi. Quloqlarimga havo kirib, qaytadan nafas ilishga boshlagan nimjon odamdek davolash uyining shovqin suralarini anglagan edim. Men anglayoladim. Doktor, men saqaydimmi? Umid ko'zlarim bilan doktorlarga savol nazarida tikildim. Sestralardan birsi, "Ha, siz saqayib ketdingiz, to'liq saqaydingiz", dedi. Men nihoyat hayajonlanib, xushal bo'lgan edim. Qo'liqimning qaytadan anglaganidan bekla hayajonlandim. Doktorlar meni yetlab Ali va boshqalarning oldiga elib chiqdi. Doktor Aliga qarab, "Bekla ta'liyinglar bor ekan. Yilimi quloq ichi qonab ketibdi. Agar qon chiqmagan bo'lsa, mingisiga qon tushib, jinidan ayrilib qolishi mumkin-te bu qiz. Bek ta'liyi bor ekan bu qizning." Deginicha mening saqayganligimni jakarladi. Men billimangan safardoshlarimning hammasi nihoyat xushal bo'lgan holda, "Bek yaxshi bo'pti. Hanim bu saqaydingiz", deb xushalligini bildirdi. Ayollarning hammasi yanimga kelib, men bilan bir qatimdan quchoqlashib ko'rishdi. Faqat Ali bilan Ra'nolar unsinsiz holda jimmida turishadi. Ra'no bo'lsa, mening saqayganimga rozi bo'lmagandek chiroylarini purishtirib, qopqini ochmay chetda turadi. Shunday qilib, men saqaygandan keyin doktorxonadan chiqdim. Safarimiz yana davomlashdi.
Biz safarni davomlashtirib, eng oxirgi nuqtamizga, mening doktorxonada yotgan kunlarimni hisoblaganda, to'liq 29 kunda yetib keldik. Alining va xizmatdoshlarning maqsadi bo'lsa, bu shaharlardagi cho'ng-cho'ng zavodlar bilan to'xtamnoma imzolash ekan. Eng yaxshi mehmon saroylarga o'rinlashdik. Biz yetib kelgan kuni kechda bir zavod bilan imzolashadigan to'xtamnomaga kelishib qo'ygan ekan. Mehmon saroyga o'rinlashgandan keyin nihoyat tezla ayollarning hammasi meni yasashga tutish qildi. Yengla doktorxonadan chiqdim. Azroq mijozim bo'sh turdi. Men chiqmay turay, hammanglar chiqib kiringlar, dedim. Ammo ayollar, siz chiqmasangiz bo'lmaydi. Bizning boshliqning xonimi cho'qim yenida billa turishi kerak. Qarshi taraf zavod boshlig'imi o'xshashla ayolni billa ilib chiqadi. Shunlashqa boshliqning yenida siz billa turishingiz kerak. Deginicha mening kiyimlarimni almashtirmoqchi bo'ldi. O'zim kiyay, sizlar chiqib turgan bo'lsanglar, dedim. Ammo ayollar, bizningmi sizninkiga o'xshash qizimiz bor. Yana kelib hammamiz ayol tursak, kiyimlaringizni biz kiydirib qo'yaylik. Tezroq tutish qilmasak ulgurolmaymiz. Deginicha mening kiyimlarimni yeshintirishga boshladi. Ustimdagi kiyimlar silingandan keyin ayollarning hammasi mening badanimdagi jarohat izlariga qarab hayron qilishdi. Badaningizdagi nima izlar bu? Burundan mushundaq totuq bormidi? Yoki mushi yaqinda qoldirgan totuq izlarimi bu? Bizga javob bering-chi. Bizga qanoatlik javob bering. Deyishib qushqach bolasidek vichirlamoqda edi. Bo'ldi, qarab turavermay ko'ynikimni ilib beringlar. Hali kechikib qolamiz. Men sizlarga keyin aytib beray, dedim. Hayron qolgan ko'zlar darhol ishga kirishdi. Mening kiyimlarimni kuydirib, chiroyli girim qilib, yasab jabdub bo'ldi. Aynakdan o'zimni ko'rib, maslikim keldi. Men Ali bilan to'y qilgandan buyon bunchalik chiroyli yasinib, chiroyli kiyim kiymagan edim. Men kiygan qip-qizil uzun ko'ylak badallarimni chippida tutib olgan edi. Menga qilgan tabiiy girim, putimga kiygan egiz pashilliq oyoq birlashib, meni qip-qizil cho'g'daq qilib ko'rsatgan edi. Shunda qilib ayollar meni ilib minishdi. Oldida deyishib olgan cho'ng katta mehmon saroyiga keldik. Erlar va Rana avval ketgan bo'lib, men va boshqa ayollar kirib kelgan vaqtimizda mehmonlarning hammasi yig'ilib bo'lgan bo'lib, hammaylar menga havas bilan qarashib, "Voy, uzoq qoldi desak, asli mundoq ekan-da", deyishdi. Men Alining yeniga kelib o'ltirdim. Ali asta quliqimga "Bechirayli bo'lib ketibsan", dedi. Tamoq ustining bir tarafiga qarshi taraf xo'jayini ayoli bilan, yana bir tarafga Ali va men bilan boshqa yuzi cho'ng xizmatdoshlari yig'ilgan edi. Takallublar bilan tamoq ustida o'ltirdik. Tamoq ustiga tamoqlar keltirilishga boshladi. Ba'zi tamoqlar menga shundoq mazlik purg'an bo'lsa-mu, ba'zi tamoqning puroqlarida dimoqlarim ichishib, meni yo'q tutishga boshladi. Ustal ustidagi muzdek sovuq suvdan ichib, o'zimni besib olib o'ltiratdim. Tamoqlar to'liq chiqib bo'lgandan keyin qarshi taraf bizni tamoq taklif qildi. Qarshi tarafning xo'jayini Alining qochisiga tamoq oldi. Ayoli bo'lsa aylanib kelib, mening qochimga tamoq soldi. Ular silib bergan tamoqni cho'qim yeyishimiz shart edi. Qo'limga tutqizib qo'ygan tamoqni og'zimga yaqin opirishim bilan tanla, qattiq saskangandek, abiyamning yoqi ichgan quruq suvni xo'jayin ayolning kiyimlariga yondirib etdim. Buni ko'rgan boshqalarning hammasi shunchalik o'ng'aysizlandi. Yenimda
Ali billi turgan bulup, üstelden qağazlarını elip, xo'jayin ayolning ko'ynaklarini sürtishga başladı. Kechiring, sat bo'ldi. Buni ish bo'lishini faqat o'ylamga aydiq. Hay, nim bo'ldi sizga? Nemiski yondirib o'tsiz? Nimda bo'yaga yondirib o'tsiz, ha? Ko'nglingiz ilishgan bo'lsa, nemiski tozliq uyga chiqmaysiz? Deb o'lik ovozda vaqirab gap qildi. Qarshi taraf xo'jayin, hech qisi yo'q. Biror narsa ko'ngliga tekkan bo'lsa kerak. Sizlar safardan yengil keldinglar emasmi? Balkim yerib charchab ketgan bo'lsanglar kerak, dedi. Biz qaytadan yana tamoq ustiliga qaradik. Tamoq ustildagi tamoqlarning puraqlari dimiqimga urilib, yana qaytadan ko'nglim elishishga başladı. Kechiringlar. Men tozliq uyiga chiqib kiray, deganimcha yugurib maqdim. Ali ulardan kechirim so'rab, arqamdan billi yugurib keldi. Keynimdan kelgandan keyin cho'ng burkutga o'xshash qo'li bilan ikki mangzimni zanqim bilan qo'shib mo'jiqladi. Hay, ayta. Sen zot nim qilmoqchi, ha? Ayta. Nim qilmoqchisan? Degancha tiximi ching mo'jidi. Engaklarim shundoq qattiq og'rib ketdi. Qo'yib bering. Men qasddan qilmadim. Deganimcha ovozim g'aram-g'urung chiqishga başladı. Ali meni qo'yib berdigandek emas. Balki tiximi kuchab, mo'jib turib, "Yani shunda qilib baqaqini. Qandoq qilmayki seni?" degandan keyin qo'yib berdi. "Ichiga tez kirib tez chiq. Tan chiqib ketamiz", dedi. Men tozliq uyga kirgandan keyin og'zimni chayqab, Ali mo'jib olgan yerlarning qizirib ketgan holatiga qarab, ko'zlarimga yosh keldi. Alining eshik tubida turib to'lg'an ovozidan cho'chib, ishtikla qaytib chiqdim. Shunda qilib, bugungi to'xtamlarni muvaffaqiyatlik imzoladi. Shunchalik qiynalgan bo'lsam-mu, bardashlik berdim. Mehmonsaroyga qaytib keldik. Hammaylar mashinadan tushib, tuzishgan to'xtamning muvaffaqiyatlik bo'lganiga xushal bo'lishdi. Men mashinaning yonida turatdim. Rana yana gap boshladi. "Tas-tasli qoldik, ha? İmzalasholmay rasvo bo'g'ili", dedi. Boshqa ayollardan biri, "Bo'ldi, buni deyishmayli. Muvaffaqiyatlik imzolashgandan keyin hammamiz xushal kayfiyatimiz bilan orom olayli", dedi. Endi Ranamu bo'ldi qilmaydigandek qiladi. "Ali, mau so'rin ko'migan sahroli xotiningni azroq uchuqdab qo'ygin. Biz yana imzolashadigan nechtal to'xtam batursa, bundaq satqiliqlarni qilib yursa, bizning yuzimizga sat emasmi? Ko'rmagan esil tamoqlar, tushidimi ko'rib boqmagan mehmonsaroy, umrida kiyib boqmagan esil kiyimlarni kiyib, ho'shini bilmayotidi bu sahroliq", dedi. Rananing gapini anglab, Alining qo'shmisi turilgan holda oldimga keldi. Tozliq uyining oldidagiga o'xshashla yo'g'on qo'llari bilan yana engikimni mo'jiqlab tutdi. "Sana shuni deb qo'yay. Bundan keyin yana shunday satqiliq qildigan bo'lsang, shu joyingda adabini berman. Uqdingmi?" dedi. Bu qitim zangaq qo'shilib gelimni olgan edi. Yuzlarim chinqilib, nafaslarim qisildi. Alining yaqin bir do'stining, "Qo'yivat Ali, nima qilmoqchisan? Qo'yivat", deb Alining qo'llarini tasta ajirtishi bilan gelimdagi qo'lini asta bo'shatdi. Yuzlarim xuddi ustimdagi qizil ko'ynakdek qizillikqa to'lgan edi. Abiyam yoqi og'riqi teq to'xtab bo'lamagan engaklarim qaytadan mo'jiqlanib, hatto tish tuvlarimgacha gallarim qattiq og'rib ketyotdi. Abiyam chiqmagan ko'z yoshlarim marjandek to'kilishga boshladi. Aradan bir ochashdanki, "Bo'ldi, qiling boshliq. At yana bir zavod bilan to'xtamlashadigan ish bor. Ayolingizning yuzini ko'kartib qo'ysangiz sat emasmi?" dedi. Ali mendan to'liq ajrag'andan keyin yuzlarimga o't ketgandek ichishib og'rishga boshladi.
Hammaylar yotoqqa qarab minishdi. Ali bo'lsa, "Ha, bo'ldi, hammalar jopada tangla. Endi hammaylar yotqonga kirib yaxshilamaylar. Ata, jo'shqin kayfiyatda yana bir to'xtamga otilamiz" dedi. Ayol xizmatchilarning ichidan birisi: "Ha, boshliq, sizmi ayolingiz bilan yaxshi aram eling. Qayta jidallashib qolmanglar. Atidagi asosli odamlar ikkinglar" dedi. "Xotirjam bo'linglar. Men jiddalashmayman" dedi Alimo menga bir xil so'q qarab qo'yib. Shunda qilib bir kunlik ishni oyoqlashtirib, hammamiz yotoqqa qaytib chiqdik. Ali yanala Ra'no bilan chiqib ketdi. Men yotoqqa kirgandan keyin yuzlarimga qaradim. Qani, atiganki chiroyli qiz. Yuzlarim o'xshamaydigan darajada satlashib ketgan edi. O'zimni to'xtatolmay, ixtiyorsiz ko'zlarimdan yosh qo'yilib, yana yig'lashga boshladim. "Jinim ota, jinim opa, meni mushundaq jabba tassin deb orzulab, omonlab, bu donglik oilaga bergan medinglar. Nihoyat tezda butun mehringlarni berib, biqib cho'q qilgan qizinglarni mushundaq jabbalarni tassin deb xo'jayinga bergan medinglar. Mening mushundaq azob chekayotganligimni bilamdigansizlar. Jinim opa, men bek azoblanib ketyapman. Bek qiynalib ketdim opa. Bu safardan qaytib bo'lgandan keyin sizlarning yininglarga borsam, hargiz ularning uyiga bormayman. Hargiz bormayman." Boran Chapqulluq hayot nomli ko'p qismliq ovozliq asarning 7-qismini anglatdik. 8-qism. Aynar, qanisan, bu yoqqa chiqa. Tozliq uyga kirib olib, nima yig'laysan? Seni yaxshi aramal desam, mushu sening aramag'ingmi? Atidagi so'ringa qosh qapoqlaringni eshitib, maymundek buraydiganmisan, ha? Men boshqa gap qilmay yerga qarab turdim. Ali asta kelib, ko'ynakimning orqasidagi lasorini yechib qo'ydi. Maydamni ikki qo'limda ching tutib olib, yana tozliq uyiga mangdim. Kappida qilib Ali belikimdan tutib oldi. "Naymadam, kiyimlaringni almashtirib yotmamsa?" dedi Ali. Hozir almashtirib yotdim, dedim. Necha vaqtdan bir dastak salsa, yondirib ko'ziga tikiladigan men hozir Alidan qo'rqib, har qanday ish bilan qo'lini bedirlassimi, xuddi to'shqandek tugiladigan bo'lib qolgan edim. Hattoki Aliga beshimni ko'tarib qarashqimi jur'at qilolmaydigan darajada bo'lib qolgan edim. Burunqi shu holatim bo'lsa, hozirqiga o'xshash fursatlar kelgan chaqda qo'ldan bermaslikim mumkin edi. Ammo Alidan qo'rqishla emas, ko'zimga g'ayri ko'rinib, badanlarimni uningdan elib qochadigan bo'lib qolgan edim. Ali meni ikki biligimdan tutib olg'achqa, o'ziga qartib turishiga ishi qattiq ejilib, Ra'no kirib keldi. "Nima deb chiqib ketsa? Menga aytib qo'ymay, bu sahroli xotiningning yeniga chiqib olibsan-ku. Sen nima ish qilmoqchi eding? Men sana daxli qilib qo'ydimmi? Agarda rost menga daxli qilding desang, men sana qarabmi qo'ymay chiqib ketaman, Ali", dedi Ra'no. Ali uning qazdardek beshini tuvan silib, "Bo'ldi qilar ana. Buni sahralik bo'lsa-mo,
Özüm bilib turib ağan. Yen kelib doktorxonada yengil chiqdi emasmi? Şonlaşqa qarab baqay deb chiqqan edim. Mana chiqib ketaylik. Deginicha Ra'noning bilikidan tortib elib chiqib ketdi. Agar Ra'no kirib qolmagan bo'lsa, yana nima ishlar yuz bera bo'g'itdi? degan chirmash xiyollar bilan yetib qoldim. Yerib ketgishkimikin badanlarimdagi og'riqni unutib uxlab qopdiman. Birining quloq tubimda "Aynur, Aynur" deb tovlishi bilan o'rnimdan turib qarasam, yanada mening kiyimlarimni almashtirib, girimimni qiladigan ayollar kirgan ekan. Yana bir tatliq atirguldak yangi sahar boshlandi. Derazadan sirtqa qaradim. Bu shaharning manzaralari o'zgacha bo'ldi. Nihoyat ko'rkam, chiroyli edi. Saharning saf havosidan erkin nafas ilib, o'zimni bir xil yeniklab qolgandek his qildim. Kiyimlarimni almashtirib chiqdim. "Mangayli Aynur, nashta qilib olib, tayyorlik qilmasak bo'lmaydi", dedi ayollardan biri. "Ma'qul, mangayli", deyishib mangdiq. Hammaylar yig'ilib bo'lgandan keyin atdiganlik nashtaga chiqdik. Men oshxonaga kirmayla yana quruq ho'y bo'lishga boshladim. Atdiganda menga nashtalik berib Ra'no yana gap boshladi. "Ha, bu sahrolikqa shahar yarashmaydi ekan. Qaytib borgandan keyin sahroga opirvasak bo'lg'idek ali", dedi. Bu gaplarni o'ylamay desam-mu, yanala kallamning bir yerda hazm bo'lmay qoldi. "Meningmi bu yerda bir minutmi turg'im yo'q. Sizlar bilan birga turg'im yo'q mening", debla sirtqi bang'ach qaytib borgandan keyin Ali apirib qo'yimsimi o'zim ketaman. Uning uyida hargiz turmayman, debla yugurib chiqib ketdim. Atdiganda nashtliqimga bir yutum suv ichmay turib, tortib olgan qursoq ko'pikimga o'zimcha yig'lashga boshladim. Arqamdan hech kim chiqmadi. Bir haza chimliqlarni aylangandan keyin mehmonxonaga qaytib chiqib ketdim. Put-qo'llarim bo'shishib, badanlarimda mag'dur yo'q edi. Karvatga tashlanib, shirin uyquning papilishida qattiq uyquga ketib qopdiman. Birininki yenik miqraldishi bilan cho'chib uyg'onib ketdim. Birining yenik no'qishi bilan cho'chib uyg'onib ketdim. Menga kiyim kiydirgan ayol xizmatchilar yana kirgan edi. "Bir narsa yeviling qursqingizga. Ozroq bir narsa yemasangiz ojizlab ketasiz. Tush bo'lib qolay", dedi. "Tushlik tomoqqa yana bir to'xtam imzolashqili chiqamiz. Tomoqingizni yeb olgandan keyin sizni tayyorlik qildirayli", dedi. "Mening hech narsa yegim yo'q. Bir yerga bog'im yo'q. Men chiqmayman. Alining yinida Ra'no bo'lgandan keyin Ra'no bilan chiqsin", dedimda yana karvatga tashlanib yetib oldim. Ammo ayollar meni yetib olganimga qo'ymadi. "Hay, umoq qiz, bunda qiydimang. Bugun sizga oppoq to'y ko'ynagidek ko'ynak ilib keldik. Turing, ozroq bir narsa yeng", deb ularning majburlashi bilan bir istakan qaynoq suv bilan ozroq bir narsa yedim. Ular meni yasab jabdishqa boshladi. Bugun kiydigan ko'ynakim rostla oppoq uzun ko'ynak edi. Mening tayyorligim bitgandan keyin yana aynakka qarab, aynakdagi o'zimdan zo'qlanib turdim. Menga kirim qilgan achash, "Bek chiroyli ekansiz. Bundan keyingi turmushlaringizda baxtingiz chiqsin qizim", dedi. Og'zimni bidirassamla ingaklarim og'rib, gap qilishmi tasga tushayotgan edi. "Rahmat hada, sizlarni ko'p avar qildim", dedim. "Kerak yo'q qizim. Bugungi bu to'xtam nihoyatda muhim. Bu to'xtamni muvaffaqiyatli bitirib olmasak bo'lmaydi. Shunga burunroq yo'lga chiqayli", degunicha meni birga ilib minishdi.
biz yataqdan chiqib pastga tushgan vaqtda hammanglar bizni saqlayotgan edi. Voy, bizliklarimiz oxiri tushdi. Rana oldimga qarab keldi. Bu ayol menga yo'qmasa, kun o'tmandikina yana nima demakchidu degan xiyollar bilan onunga qarab turdim. Pa, onun kiyimlarining yarishib ketganiga qaranglar. Odam sat emas, kiyim sat degan shu-da. Bir chiroyli kiyimlarni yarashtirib kiyolmagan bu sahroliq xotinning deginicha Alining yeniga bordi. Ali bu menga putimning uchidan cho'qqamgacha bir qo'r nazar solgandan keyin mamnunlik bilan qarab qo'ydi. Bo'ldi qaylirana. Attigani boshqalarga nashtiran sanjimisang, yashamamsa? dedi. Voy, bo'lishib ketdi-ku bu bir nimangandi. Rana qapoqlarini so'zib mashinaga chiqib o'tirdi. O'tirdi turganlarning biri "Mangayli" deyishi bilan hammanglar mashinaga chiqdik. Hayal o'tmay to'xtam imzolashadigan mehmonsaroy oldiga kelib to'xtadik. Biz burun keldik desam, u zavoddagilar bizdan burun kelib bizni saqlab o'ltirgan ekan. Hammanglar o'rnidan turib bizni qarshi oldi. Biz eshikdan kirgan vaqtda Ali mening qo'limni ilib o'zining qo'ltiqidan o'tkazib qo'ygandan keyin "Mangayli" degan holda kirib keldik. Bu qisqagina vaqt ichida o'z xiyollarim parvoz qilmoqda edi. Ayol degan mushundaq bo'lamdi. Agarda menga yaxshiroq muomala qilgan bo'lsa, qo'limni o'zi o'tkazib qo'ymasimi, men o'zim kelib uni qo'ltiqlab mangmasmiydim. Biz mangan bu orliq yana ozroq uzrab berishni umid qildim. Ammo undaq bo'lmadi. Biz ularning oldiga tezlik kelib bo'ldik. Salomlashib bo'lgandan keyin bir-birimizga qarashib, qarama-qarshi o'tirdik. Ustal yanala nihoyat o'xshagan mazalik taomlar bilan liq to'lgan edi. Afsusnarligi shuki, bu mazalik taomlar menga boshqacha burab, ko'nglim ilishqili turdi. Men yon tarafga qarab, "Ho" deyishim bilan bu xo'jayinning ayoli mening yenimga kelib menga "Nim bo'ldingiz, jinim? Bearam bo'lyapsiz. Qaynoq suv iching" deb menga mehribonlik qildi. "Rahmat" deb qaynoq suvni bir yutum ichib yondirdim. Yotoqda ichib olgan bir piyola qaynoq choy qo'shilib, bir chini bo'lib yenib chiqqandek qiladi. O'zimni shunchalik chetga olgan bo'lsam-mu, bu xo'jayin ayolninki putiga yondirib etgan edim. "Mening esil oyiqim, mening oyig'imni mehnat qildingiz-ku. Bu nima qiliq?" degunicha koyib ketdi. Qarshi taraf ayol xo'jayinning ayoli tomshiqini uchlab, "Yuring, ketayli. Mushular bilan savdo qilmizmi? Qarang, buning adabsizligini. Yaxshi ko'nglim bilan choy tutsam, ho'y qilib yondirib berdi" dedi. Xo'jayin ayolni bekli yaxshi ko'rsa kerak. U yoq bu yoqqa qaramayla, nasi keraklarini yig'ishtirib, ayolini yetliginicha necha qadam oldi. Ali menga qarab qattiq to'ladi. "Men sana nim degandim, ha?" degunicha yo'g'on shapiliqini egiz ko'tirib, qassidi birini soldi. Chiqib ketayotgan xo'jayinlarmi darhol to'xtadi. Bu shapiliqning tegishi bilan burdimdan edilib chiqqan qon maydamdan serilib, oppoq ko'ynagimning uchigacha borgan edi. Yana bir shapiliq bilan men yong'in santirilib berib, qarshi taraf xo'jayinning oldig'ila yuzimni yerga yoqqan holatda yiqilib tushibdiman. Shu yiqilgan vaqtdan boshlab mendan ozroqmi inkos chiqmabdi. Ular necha minut turgandan keyin Aliga qarab, "Bundaq qilishingizning hojati yo'q edi. Ayolingizga bundaq qo'pollik qilsangiz qandoq bo'ladi?" degan gaplarni qilgandan keyin Ali mening tinch yotgan holatimdan ozroq qo'rqib qoldi-mu, meni o'ngdisiga yulabdi. Butun yuz ko'zlarim o'smida ko'kirib ketibdi.
Hammaylan qo'rqib, nafaslarimni tinglab biqishib, mening nafas olmaganligimni bayqagandan keyin jiddiylashib, eng yaqin doktorxonaga yetkab opiribdi. Ali amdilikda jiddiylashib doktorlarga "Tez bo'linglar, ayolimni qutqizib olinglar. Tez bo'linglar, ayolimni qutqizib olinglar." deginicha doktorlarni to'g'lagan ovozi g'ova quloqlarimga kirib o'tadi. Bu shahardagi doktorlarning saviyasi bekli yuqori bo'lsa kerak. Mendek nafasdan to'xtab, o'lish oldidagi nimijan bir jonni doktorlarning jiddiy qutqizishi bilan bir chaqlarda ko'zimni ichibdiman. Men ko'zimni ichib atrofga qaragan vaqtimda ikki tarafning odamlari bir bo'lib yig'ilib meni o'rib olgan edi. Yanala nafaslarim nihoyat tasti chiqyotdi. Qarshi taraf xo'jayinning ayoli: "Kechiring, men bundaq bularni o'ylamabdimi? Rostilla kechiring" deginicha qo'llarimni ching tutib o'ltiradi. Ko'zlarimdan issiq yoshlarim agib tushdi. Bu xo'jayinning ayoli nihoyat mehribon bo'lib, meni bag'riga besib, isadab yig'lab ketdi. "Bo'ldi, ularni avar qilmay, to'xtamli mushu yerdili imzolab o'tinglar", dedi erimga qarab. Arliqda meni qutqizib olgan doktor kirib keldi. "Ha, bu xonimninki tini bekla ojizlab ketibdi. Necha qitim nafasdan to'xtab qolgan ahvollar bor ekan. Endi bundaq bo'lsa bo'lmaydi. Homildor bo'lgandan keyin cho'qim quvvatli tomoqlarni yeyish kerak. Tomoqlardan saskindigan, ko'ngli ilishib hö bo'ldigan ishlar yuz berib turdi. Hö bo'ldim debla tomoqni yemay qo'ysa, badan ojizlab ketadi. Shunga yegan vaqtda yeb, yondirgan vaqtda yondirib tashlasa bo'laveradi. Uzuqlanishga bek diqqat qilinglar. Bola bir emas, qo'sh kezak ekan" degan gaplarni dedi. Men osmonda uchayotgan bo'lsam, yerga tushgandek hech narsani bilmay gangirabli qolgan edim. Qarshi taraf xo'jayinning ayoli ham shu xo'jayin bu gapni anglagandan keyin: "Voy, muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Biz bilmabdimiz, kechiringlar" deb qayta kechirim so'rash bilan birga darhol to'xtamnomani imzolashdi. Ishlar bir qur tugagandan keyin "Sizlarni avar qilmayli" deb xo'shlashib bo'lib ketib qilishdi. Atrofdagilar bir haza sukut turgandan keyin hammasi Alini muboraklashdi. Men nima ish bo'lganini bilib bo'lguncha Rana hurkirab yig'lagan peti yotoqdan Hayot nomli ko'p qismli ovozli asarning 8-qismini anglatdik.